Mamlakatimiz aholisining 22 million nafarini yoshlar tashkil qiladi. E'tiborli tomon, davlatimiz rahbari har yili 30-iyun sanasida iqtidorli faol yoshlar bilan muloqot qiladilar. Ularning mehnatlari e'tirof etiladi. Ana shunday e'tiroflarga xorazmlik Qodirbergan Mart o'g'lon davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Musiqa Qodirbergan Aminboyev uchun shunchaki san'at emas, balki qalb tili. Uning qo'lida cholg'u asboblari jonlanadi, ohanglar esa inson qalbiga yo'l topadi. Bugungi kunda u 10 ga yaqin milliy va zamonaviy cholg'u asboblarini mahorat bilan ijro etadi. Ayniqsa nozik his-tuyg'ularni ifoda etuvchi hindcha ohanglar uning qalbiga juda yaqin. Tu hi mujhko bata de jaho main ana अपने तो दिल का बता दे चाहो मैं आना तू ही मुझको बता दे चाहो मैं आना अपने तो दिल का बता दे चाहो मैं आना Mana shu yangilikni eshitganingizda qanaqa taassurotlar paydo bo'ldi sizda? Ushbu mukofotga hujjat topshirdik, lekin qo'lga kiritishni kutmaganda bu jarayonni. Qolaversa, hurmatli prezidentimizni Mart o'g'lon medalini o'zlari taqib qo'yishlari bu bir katta sharaf deb hisoblayman. Qolaversa, o'zim uchun mas'uliyat deb qarayman bu narsaga. Albatta, bu jarayonlar juda ham hayajonli bo'ldi. Mana shu jarayonlarda sizni masalan hayratlantirgan yoshlar tomonidan bildirilgan yo'nalishdagi takliflar qanchalik e'tiboringizni tortdi? Odamni to'lqinlantiradigan takliflar bo'ldi. U yerdagi barcha takliflar kerakli va zarur deb hisoblayman. O'zi aslida 5 yoshimdan beri qo'shiq ijro qilaman. Keyinchalik musiqa maktabida afg'on rubobi sinfida o'qiganman. Undan keyin Urganch davlat pedagogika institutida shu yerda tahsil olib mana shu yil o'qishni tugatdim. Rubob, gitara, nay instrumentlarini chala olaman. Musiqa har bir insonni albatta hayotiga ta'siri seziladi. Ijod taraflama ham o'zimda yuksalish bo'ldi, ya'ni o'zimni kuylarimni bastaladim, shoirlar tomonidan she'rlar qo'yildi o'sha qo'shiqlarga. Hozirda ijro qilib kelmoqdamiz. Masalan, tanlovlarda ham faolsiz. Bo'zotov festivalida o'tgan yili birinchi o'rinni qo'lga kiritgan ekansiz. Mana shunday tanlovlar bugun yoshlarga nima beradi deb hisoblaysiz? Tanlovlarni asosiy o'sha oladigan yutug'i aynan moddiy taraflama emas, balki o'sha yerdagi ijodkorlar bir-birini tinglab, bir-biridan o'sha kerakli natijani olishadi. Masalan, bir odamning ijrosi boshqa bir odamning ijrosidan tubdan farq qiladi. O'sha birov berayotgan nolalarni boshqa birov o'sha tanlov davomida eshitib, o'ziga singdirib, kelajakda o'zini ijodida qo'llashi mumkin. Bu nafaqat moddiy taraflama, balki o'zini ijodini yuksaltirishda ham katta hissa qo'shadi. Aynan mana shunday e'tiroflar bu qaysidir ma'noda mas'uliyat ham yuklaydi, to'g'rimi? Mana siz mana e'tirof etilyapti mehnatlaringiz, o'zingizni oldingizga qanaqa bir maqsadlar qo'yapsiz natijada? Kelgusida ijodimizni yanada kengaytirib, boshqa xalqaro tanlovlarda ham qatnashib, yuqori natijalarni qo'lga kiritish niyatimiz bor. O'zbekiston shodli diyor, bulbullar ishqinda yonar. O'zbekiston shodli diyor, bulbullar ishqinda yonar. Hamma faslingda navbahor esar jayhun shamollari. Hamma faslingda navbahor esar jayhun shamollari. Musiqa ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan Qodirbergan kelajakda nafaqat musiqani, balki uning tarbiyaviy va ma'naviy qudratini ham yosh avlodga yetkazadigan pedagog bo'lishni maqsad qilgan. U hayotga ham musiqa kabi qalb ko'zi bilan qaraydi. Shuning uchun ham uning ijrosidagi har bir ohang tinglovchi yurakka yetib boradi, qalblarni qalblarga bog'laydi. इतना पता तू तुझको जहाँ पे अपनी मुझको
yuttuni ihtiyar फिर भी ये सोचा पिले अब जो लगा हो मेले पूछूं तुझे एक बार तू ही ये मुझको बता दे जाऊं मैं आना o'qish davomida ham har xil tadbirlarda faol ishtirok etdi. Sport bilan muntazam shug'ullandi. Musiqa maktabida ta'lim oldi, maktab bilan birga. Sportda ham juda ham kuchli yutuqlarga erishgan. Farzandim aslida o'zi sabr toqatli, o'ta kuchli. Prezidentimizni bularga yaratib bergan imkoniyatlardan oqilona foydalandi deb o'ylayman. O'g'limni Mard o'g'lon davlat mukofotiga loyiq ekanini eshitganimdan keyin ko'zimga yosh keladi. Shu darajaga erishganiga avvalambor Prezidentimizga katta rahmat aytaman. Xuddiki o'z farzandlaridek ko'rib, shunchalik e'tibor qaratganlarga rahmat aytaman. Oilamiz bilan birga juda ham xursand bo'lib ketdik. Yoshlarga yaratilayotgan shart-sharoitlar, imkoniyatlar, bular uchun ham Prezidentimizga kattakon rahmat aytaman. Ijod uning eng yaqin hamrohi, mehnat esa eng ishonchli tayanchidir. Bugungi erishilgan yutuqlar yoshlar ovozi tanlovidagi g'oliblik va Mard o'g'lon davlat mukofoti bilan taqdirlangani ham ana shu mehnat, iste'dod va yuksak maqsadlar samarasidir. Ba'zan bir ovoz minglab yoshlarga ilhom bag'ishlaydi. Iroda, mehnat va iste'dod uyg'unlashganda esa u ovoz yuksak e'tiroflarga sazovor bo'ladi. Qodirbergan haqida gapiradigan bo'lsak, mana har yil shu o'quv yillari davomida o'zini iste'dodi bilan institutda o'tkaziladigan turli xil ma'naviy ma'rifiy tadbirlardagi faol ishtiroki bilan ajralib turgan boshqa talabalardan undan tashqari mana har yili xalqaro tanlovlarda ishtirok qilib faxrli o'rinlarni egallab kelmoqda. Bu yil mana Mard o'g'lon davlat mukofotiga hujjatlarini topshirib, prezidentimiz shu yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda Qodirberganni ham Mard o'g'lon davlat mukofotini olganini ko'rib, men to'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Iste'dodli talabalarimiz haqiqatdan institutimizda ko'p. Albatta bu e'tiroflar talabalarni yaxshi yutuqlarga erishishga undaydi. Bu e'tirof nafaqat bir talabaning shaxsiy zafari, balki mamlakatimizda iqtidorli yoshlarga qaratilayotgan yuksak e'tibor va yaratilayotgan keng imkoniyatlarning amaliy ifodasidir. Pedagogika institutimizda yoshlarni bilim olish uchun, talabalarni bilim olish uchun juda yaxshi imkoniyatlar, sharoitlar yaratilgan. Aynan shu institutimiz talabalari orasida Qodirbergan haqida gapirmoqchi bo'lsak, Qodirbergan o'ta bilimga chanqoq, mehnatsevar, bilimsevar yoshlardan biri hisoblanadi. Noyob iste'dod sohibi hisoblanadi. Hozirgi davrda hurmatli prezidentimiz olib borayotgan islohotlarga labbay deb javob beradigan yoshlardan hisoblanadi. Mehnatlarini natijasi o'laroq hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz tomonidan Mard o'g'lon davlat mukofoti bilan taqdirlandilar. Haqiqatda bu talabamiz shu unvonga loyiq hisoblanadi, chunki qilgan mehnatlari, qilgan ishlari shunga arziydi deb hisoblayman. गोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की हाँ गोरों की नकालों की Qodirberganning muvaffaqiyati san'at yo'lini tanlagan minglab yoshlar uchun kuchli motivatsiya, orzular sari dadil qadam tashlashga undaydigan yorqin namunadir. Zero iste'dod mehnat bilan chambarchas bog'lansa, uning samarasi butun yurt e'tirofiga aylanadi. Ha goro ki nakailo ki dunya hai dil walo ki hasrati ji
हंसती मारे हम जे